2 oylik chaqalog'im bilan onlayn biznes boshladim. Agar bu biznes menga shunchalik daromad keltirishini bilganimda, ancha oldin boshlagan bo'lardim. Dekretga chiqib farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lib qolganimdan so'ng, nahotki endi o'zim shaxsiy pulim bo'lmaydi deb juda ham shokka tushib qoldim. Lekin ancha oldin bilgan bilimlarimdan unumli foydalangan holda onlayn biznesga qo'l urib ko'rdim. Umuman biznes qilish uchun qo'limda 1 so'm pulim yo'q, ammo biznes boshladim. Ya'ni Xitoydan klientlarimga tovar zakaz qilib berib, o'rtada foyda olardim. Ancha yillar mobaynida shaxsiy do'konlarimni yuritib to'plagan tajribalarim sababli bilbimni o'zimga o'xshagan ayol qizlarga ham ulashishni xohladim. Ham Xitoydan zakaz qilib berib foyda ko'rardim, ham buni o'rgatib ham foyda ko'rardim. Oradan 1 yil vaqt o'tib, shu tushgan daromadlarim evaziga hozirgi kunda shahar hududidan detskiy magazin ochish nasib qildi. Bundan tashqari yana bitta orzuyim uzun marketga savdoga kirdim. Qo'limda kichkina chaqalog'im bilan bu joygacha yetib kelish oson bo'lmadi, lekin barchasini shaxsiy o'zim daromadimga qildim deb bemalol ayta olaman. Meni 1 yildan beri kuzatib kelayotgan o'quvchilarim hamda kuzatuvchilarim bu narsalarni guvohi. Uyda o'tirib xuddi mendek pul topishni o'ylab yurgan onajonlar, agar o'rganishni xohlasangiz, hoziroq menga obuna bo'lib, kommentariyada o'rganaman so'zini yuboring. Inshaalloh sizni ham o'zimdek daromadga olib chiqaman.